Assalomu alaykum. Mana bugun 2026-yil 9-aprel. Namangan viloyati Namangan tumani Yashnobod mavqeida joylashgan bir kuntir bir mahsulot tamoyili asosida Toshbaqa bank xizmatlari markazi tomonidan Charlie nomli intensiv qulupnay yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Bu yerda yer maydonimiz 10 gektar bo'lib, 64-71 konturlarga to'g'ri keladi. Bu yerda yoshlarimizni 67 ta yoshlarimiz o'z ichiga olgan. Bunda o'rtacha 15 yoshdan har bir yoshimizga to'g'ri keladi. Yoshlarimiz mavsum davomida bitta yoshimiz o'rtacha bu yerdan o'rtacha bir yoshimiz bir sezonda 35 milliondan 40 milliongacha daromad topishi mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda parvarishlar olib borilmoqda hamda sug'orishlar olib qulupnaylar o'zi sotuvga chiqishni boshlagan. Xudo xohlasa mana 15-aprel 20-aprelga bu yerda 100% qulupnaylarimiz o'zi ichki bozorlarga sotuvga chiqadi. Gullash arafasida hozirda. Bu yerga Yashnobod hamkor kelajagi agregatorimiz mas'ul qilib tayinlangan. Hamda yoshlarga o'z bilimlari bilan ulashilmoqda. Kerakli maslahatlar hamda sotish jarayonlari, parvarishlar olib borilmoqda. Oldin mana ko'rib turganingizdek, o'zi oldin mahsulot sotuvga chiqib, sotuv jarayoni olib borilmoqda. Albatta bunga tashabbus Halbank tomonidan bir kuntir bir mahsulot tamoyili asosida fuqarolarimizga, yoshlarimizga tushunchalar berib, kerakli maslahatlar berib, agregatorlar birgalikda ish olib borilmoqda. Qulupnaylarimiz o'zi mevaga kirish boshlagan.